Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli obunachilar. Mana bugungi ishimiz Panjakent Ko'ktosh qishlog'ida bo'lgan. Bu ishimizga ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bugungi shu narx-navolarga kelib o'tadigan bo'lsak, bu yerda materiallarni o'zlari olib kelib bergan xazayinimiz 50 so'mdan qilib berdik. Mahsulotlar agarki o'zimizdan bo'lsa 120 so'mdan qilib beramiz. Tunkaning qalinligi 0.30. Hurmatli obunachilar, mana ichkarilari mana bu. Mana bu yerga mana ishlarga sveta muzikalarni o'rnatib berganmiz. Mana aziz tomoshabinlar, mana bu yer mana daroshkamizga mana svetlarimizni mustar shaklda qilganmiz. Hurmatli tomoshabinlar, kimdaki shu kanalimizga yangi bo'lsa, podpisatsiya hamda like tugmachalarini bosib qolishingizni so'raymiz. Aziz tomoshabinlar, kimgaki shunaqa tunkafon ustalar kerak bo'lsa, shu ekranimizga telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Hammangizlarga oldindan rahmat deb qolamiz. Sog' va salomat bo'lasizlar. Keyingi ishlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Hammaga omad, sog' va salomat bo'lasizlar.